bo'lsa deb orzu qildik. Alloh barchalarimizni duolarimizni qabul qilgan bo'lsin. Ramazon oyi azizlar, bu tarbiya oyi. Ramazon oyi insonni o'zini o'zi tarbiya qiladigan oy. Birinchi navbatda nafsini tarbiya qiladi. Odam nafsiga qarshi kurashishni o'rganadi. Xohlab turgan paytingizda iste'mol qilmasdan nafsingizga qarshi tura olishlik, bu Ramazondan keyin ham mana shu holatda turishlikka bir o'rgatadigan tarbiya. Shuning uchun biz Ramazon oyini tarbiya oyi, Ramazon oyini ma'naviyat, ma'rifat oyi, duo oyi deb ataymiz. Va bu Ramazon oyi bizni tarbiya qilar ekan, xulqimizni sayqallar ekan.